Sen ne işin yaptın lan? Qaynanam tuyimiz bo'lgandan beri soat 12ga kechasi radiokuliti tutib qoladi. Yana tug'maysan deydi. Unday demang Koboshxon. Sizni hozir davolaymiz. Sizda qanday vaziyat opajon? Olsunmas. Qaynana o'zimam. Lekin qaynanam haligacha menga qaynana. Ishonasizmi? Erimga gapirish uchun qaynanamdan ruxsat olaman haligacha. Gaplanglarim. Tinchlaninglar. Hozir men sizlarni ruhiy zarba berib muolaja qilaman. Qaynona kim? Qaynona bu o'sha sizni sevgan yoringizni dunyoga keltirgan ayol. To'y qilaman deb yillar mobaynida sarpo yig'ib, o'zidan, farzandidan rizqini qiyib to'y qilgan ayol. Qaynona bu eringiz uchun jonini fido qilishga tayyor bo'lgan ayol. Qaynona sizlarga sal qattiqroq gapirgan bo'lsa-da, hayot folidan dars o'tayotgan ayol. Endi o'ylang, siz uchun shuncha yaxshilik qilgan ayolni qanday qilib yomon ko'rishimiz mumkin? Opajon, sizni qaynanangiz zalato ekan-da. Yo'q, men hali qiz bolaman. Men sizlarga prosta qaynonani yaxshi rakursdan ta'rifladim. Voy aqlli! O'qitayapsan shu gapingga, tushundingmi? 390 gradusdan ko'rsatmaysanmi? Sening minchagina aybingni filday qilib tarqatadigan qaynana bo'ladi. Tushundingmi? Kapitator. Motivator opajon. O'chara vazingizni. Yuring. To'lov qolish kerak. To'lov qildinglarmi? To'lov? Ha, sizlardan 1 million so'm bo'ldi. Mana to'lov.